Qizli mana chirog'ini ulab oldim. Lekin chiroq yoqqanda haqiqatan ham boshqacha chiroyli ko'rinyapti. Hali xudo xolisa o'zingizlar ham yasasanglar ko'rasizlar. Endi nima qilganini hozir sizlarga ko'rsataman. Mana endi qizlar sizlarga nima qilganimni ko'rsataman. Tak, sekin piyonimizni yechamiz. Bu kichikroq piyon. To'g'risini aytsam, hali qaysi biri tepada, qaysi biri pastda bo'ladi. Определиться qilmadim. Piyonimni qo'yib oling, lipstoklarimiz ezilmasin. Вот. Bu patronni ko'rsatay birinchi sizlarga. Mana bunaqa patron o'rnatdim. Telefon резкости. Вот. Mana bunaqa patron o'rnatdim. Palchikoy ingichkasini и mana bunaqa 2 vatli lampochka o'rnatdim. Kukuruzka deyiladi. LED torchi 2 vat. Bu mana nima qilamiz endi? Bunisida ham xuddi shunaqa. Buni ham ko'rsatay. Ikkita chiroqli qildimmi? Ikkita chiroqli qildim. Bu choch rezinkasi, hayron bo'lmanglar. Piyonimiz tushib ketmasligi uchun shuni stop qildim. Mana bunisiga ham stop qildim. Buni hozir sebilli gafri qog'oz bilanmi yoki teyp lenta bilanmi o'raganda o'shanda men bu yerga mana o'singlardami piyonimizni orqasida truba qilganimizda men sizlarga aytdim, trubani uzunligini o'lchab olinglar. Menda 6 sm chiqdi. Mana shetidan olib, buni hozir botiraman, hali qilmadim. Bu izolenta qildim, qalinroq bo'lsin deb, чтобы mamda tiqqanda patronimiz ichiga tushib ketmasin. O'shanga mana hozir buni anaqa qilaman. Elektrikamni tekshirib oldim, ishlayapti. Endi buni ichiga tiqib, super kley bilan yana anaqa qilib qotirib olaman. Endi mana shunday qismda 6 sm qoldiramiz. Teyp lentani yoki gafri qog'ozni nima bilan sebilli o'rasanglar, izolonni o'zi bilanmi mana shu darajada qoldirasizlar. Menda hozir mana shu 6 sm. O'shanda gullik kiyg'izganda mana shu yerda to'xtaydi. Lampochkamiz trubani ichida qolib ketmaydi yoki konteynerga tep ketmaydi. Lampochkamiz kerakli joyda turadi va yonadi, освещать qiladi. Betini YouTube'da master-klassda ham ko'rsatganman. Bu 16 tali truba bo'lsa, bu 20 tali sovusun trubasi. Trubalarga ishonmaganim uchun mana shunaqa qilib olaman, чтобы sinib ketmasin uchun. Trubadan 5 ta qildim qizlar, 3 ta yetdi. Qolganini sezal bilan yopib olaman. Mana simini hali yaxshilab ulamadim. Bu hozir probniy qilib uladim. Svet patronni to'g'ri o'rnatdimmi, yo'qmi bilish uchun. Bu butonni 2 sm qoldim trubadan kesib oldim. И men bu qalin 2 в 1 degan baqvat simni, mana ushaydi bemalol butonni, baqvat simni ichiga tiqib yopishtirib oldim. Tak, yana nima qildim? Shu hozir endi mana ulayman. Bularni mahkamlayman. Sizlar ham shu ishlarni qilib olinglar. Sebilli o'rayman. Sebilli 2 marta o'rayman qizlar. Nimaga? Chunki birinchidan gafri qog'oz arzon, bemalol garchilik, desa ham bo'ladi. Simni men trubalarni teshmayman, chunki bu trubalarga ishonmayman. Bizning o'zbek trubalarga ishonmayman. Sinib ketsa, xudo asrasin, ertaga klientnikida nimadir qilaman deb sinib ketsa, butun ishimiz bir teng bo'ladi. O'shanga bir marta hozir o'rab olaman. Baylarni yopishtirgandan keyin yana hamma kamchiliklarni o'rab olaman. Baylarni trubaga yopishtiraman. Tak, bunisini aytdim, elektrikani aytdim, lampochka patronlarni ko'rsatdim. Sebilli o'rab chiqishimizni aytdim. Butonnikini ham o'rab chiqamiz, piyonlarnikini ham o'rab chiqamiz. Keyin chishili stikliga o'tamiz. Ha, trubani qanaqa balandlikda kesamiz. Trubani qizlar, katta gulmi, kichkina gulmi,
mo'ljallayman. Menga necha balandlikda kerak. Gulimni balandligini o'lchayman, ya'ni diametriga emas, mana bunaqasiga balandligiga o'lchayman. Misol gulim 30 sm. Gulim 1 metr bo'lishi kerak. Demak, 30 sm olib tashlab 70 sm truba qilaman, lekin biz trubalarni nima qilamiz? U yoqqa bu yoqqa qarasin deb qiyshaytiramiz. Katta gul bo'lsa 10 sm plus qilaman, kichkina gul bo'lsa 2, 3, 5 sm plus qilaylik. Ozgincha zapasi bilan kesaylik. Kalta bo'lib qolgandan ko'ra ozgincha olib tashlasa hech narsa qilmasa kerak. Chem kalta bo'lib qolgandan ko'ra trubalarni ham etdim. Qani endi hozir sebellan o'rab, elektrikani to'g'irlab, keyin chishi listiklarga o'tamiz barglar bilan.